Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bolajonlarimiz uchun ajoyib yegulik tayyorlaymiz. Bir zumda osongina tayyor bo'ladi. Ishni xamir tayyorlashdan boshlaymiz. Tuz, shakar, tuxum hamda iliq suv drujani solib, yumshoqqina xamir qorishni boshlaymiz. Oppoqqina unlarni iliqdan o'tkazib aralashtirib olgach, o'simlik yog'i qo'shib, xamir qoramiz. Xamirni 1 soatga issiq joyga qo'yamiz. Endi bizga asl barakani sifatli hamda halol sertifikatiga ega bo'lgan mazali mol go'shtli sosiskalari kerak bo'ladi. Asl baraka sosiskalarni yaxshilab tozalab, xuddi shunaqa cho'plaga kabobdek qilib joylab olamiz. Kichkinagina pichoqcha yordamida bir chetidan aylantirib kesishni boshlaymiz va qo'limiz bilan xuddi shunaqa qilib oralarini ochib chiqamiz. Bu juda ham oson bo'ladi. Yumshoqqina lo'mbillab oshgan xamirimizni bo'laklarga bo'lib, arqon shakliga keltiramiz va sosiskalarni orasidan xamirlarni xuddi shunaqa qilib o'tkazib, ortiqcha xamirlarni olib tashlaymiz. Hammasini xamir bilan o'rab bo'lgach, listimizga teramiz. 10-15 minut issiq joyida yana oshirib olamiz. Ustiga tuxum surib, kunjut yoki qora sedana sepamiz xohishga ko'ra. Qizib turgan duxovkaga jo'natamiz. Yeguligimiz qip-qizarib pishgunicha asl barakani go'shtli rulet hamda tovuqli qazisidan foydalanib, chiroyli qilib tarelkalarga kesib chiqamiz. Xohishga ko'ra bezatib, dasturxonga tortamiz. Albatta, dasturxon ko'rki bo'ladi. Issiqqina, yumshoqqina sosiskali yeguligimiz ham tayyor. Ozgina sovutib, ustiga ketchup hamda mayonezni xuddi shunaqa qilib quyib chiqsanglar, juda ham ishtaha ochar bo'ladi. Bolalar mazza qilib yeyishdi. O'zim ham bittasini maza qilib yeb oldim.